Darvozadan uy qarab yurganlar uchun men sizlarga shunaqangi zo'r bitta uy topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, narxini oxirida aytaman. Kelinglar. Bu yerda bitta mashinani qo'yish uchun avtomatik darvoza, uyimizning fasadini ko'ryapsizlar. Bu 1.8 sotuv yer maydoniga, shuni yonginasida 1.5 sotuv uyimiz bor. Uyimizning fasadini qaranglar, oppoqqina narxi prosta bomba. Kelinglar, ichini ko'rsataman. Kirishimiz bilan mana shunaqangi prixoja qismi bo'lyapti. Bu yoqga, hop, bu yoqda zal qismi bo'lyapti. Zal qismini ko'ryapsizlar. Yo, bu spalniy ekan. Ming bor uzr. Mana zal qismi. Hop. Zal qismini ham ko'ryapsizlar. Bu yoqda orqa tarafda oynalar ham qoldirilgan. Bu yoqda ham maza qilib o'tirsa bo'ladi. Hop, bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizning umumiy sanuzel qismi va bu yoqda ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazgan oshxona, bu yoqda oshxona, kuxonniy joy bo'lsa, bu yoqda o'tirib taomlash uchun joylar, TV zonalar va katta to'laqonli panorama oyna qilingan. Ana endi ikkinchi etajga yo'l olamiz. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi qavati. Ikkinchi qavatda naqd 3 ta spalniy bor. Bu ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel qismi va spalniyimizdan balkonga chiqsak bo'ladi. Mana Samarqand darvozani shundoqqina orqasi bo'lyapti. Mana Samarqand darvoza shundoqqina orqasida mana azon ovozlari ham eshitiladi. Chunki masjid bir qadamda 100 metrdan keyin bu yerda masjid joylashtirilgan. Bu yerdan terrasaga ham chiqsa bo'ladi. Mana terrasani ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bu xonamizda ham mana shunaqangi sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan va oxirgi xonamiz bo'lyapti. Bu yerda ham oynalari va sanuzellari ham bor. Hop, podvalga keladigan bo'lsak, sport zal, kinozal uchun bemalol sharoitlar qilib qo'yilgan. Shayxon Tohir tumani Samarqand darvozaning orqasidan mana shunaqangi 1.8 sotuv narxini aytish esimdan chiqib qolibdi. 225 mingga mana shunaqa qarab yurgan do'stlar bo'lsa, hozir bu videoga bitta like bosib, Samarqand darvozadan qaraydigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.